Salom do'stlar, bugun sizlarga Pusan shahridagi eng baland mashhur bino Hyundai LSTZ Sharp haqida gapirib beraman. Qurilish ishlari 2013-yil oktyabr oyida boshlangan va 2009-yilning noyabrida to'liq yakunlangan. Kompleksning eng baland minorasi Landmark Tower deb ataladi. Balandligi bo'yicha Koreyada Lotte Towerdan keyingi o'rinda turadi. U 101 qavatli bo'lib, balandligi 411 metr. Qolgan ikkita minorasi 85 qavatli. Ularning balandligi esa 339 va 333 metrga yetadi. Binoda jami 5 ta yer osti qavati, 33 ta lift va 2000 dan ortiq mashina uchun avtoturargoh mavjud. LSTning umumiy qurilish qiymati 2 milliard dollardan oshadi. Ichida 882 ta uy, 561 ta xizmat ko'rsatiluvchi uylar va 260 ta mehmonxona mavjud. Bino poydevoriga 46 soat davomida to'xtovsiz beton quyilgan. Bu Koreyadagi eng uzoq vaqt beton quyilgan bino sifatida tarixga kirgan. Bu bino poydevori 5 metr qalinlikda bo'lib, dengiz bo'yidagi yumshoq gruntda binoning og'irligini ishonchli tarzda ushlab turadi. Mustahkamligi jihatdan esa LST binosi 6,5 balgacha bo'lgan zilzilaga va shamol tezligi 90 metr sekunddan ortiq bo'lgan kuchli bo'ronlarga ham bardosh bera oladi. Boshqacha qilib aytganda, bu bino nafaqat balandligi, balki muhandislik jihatdan ham eng xavfsiz inshootlardan biri hisoblanadi.